Assalomu alaykum hurmatli YouTube muxlislari, kerak kanal obunachilari. Xudo xolasa bugun sizlarga bir foydali rolik qilish maqsadida kimdaki mağaza açamanda ko'chma do'kon kerak menga deb birgan insonlarimiz uchun bir do'koncha topib qo'ydik. Xolasangiz shu yerda do'kon etib açsangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz da vagon 3/6 18 metr kvadrat bo'ladi. Shuni xohlasangiz sotib olib ketsangiz ham bo'ladi. Xudo xolasa narxlarni oxiridan ko'ringlar videomizda, narxlarini, adreslarini tushuntirib o'taman. Adresimiz Xorazm viloyati To'praqqal'a tumanida Nurobod mahallesinde xudo xolasa shakar zavodi hamma biladi. Shakar zavodda o'tgandan keyin bir ozgina bir 50-100 metr yurmaysiz. O'ng'a, to'yxona yo'l ava. Bir 50 metr 100 metr yursangiz shu yerda o'ng'a aylanib kelsangiz shu yerda do'konimiz bor. Bu do'konimizni xohlasangiz aylantirsangiz ham bo'ladi. Evvel bular vaqti bo'lmay turibdi, bozor dedi, üst etmay turibmiz dedilar. Xohlasangiz da do'kon etib aylantirsangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz da bu vagonchikimizni olib ketsangiz ham bo'ladi, to'g'ri. Narxlarni ham aytib o'tamiz, hozir ko'rsatib o'tamiz. Ichida oldin bu hozir shunda ko'rsataman. Shuning hammasi barchasi 10 ming so'mlikdan do'kon bo'lgan ekan bu. Endi hozir bularning vaqti yo'q. Shuning uchun buni sotmasalar bo'lmaydi, surishni. Yine shu yerda qarang, endi buni xudo xolasa bu yerda dokument kerakmidi, ha? Yo'q, endi buni narsasi tayyor narsa bular. Yo'q, endi vagon o'zina dokument kerak bo'ladimi buni? Dokument endi olib Kim magazin shunga kerak bo'ladi, ha? Kim magazindan ochaman desangizlar? To'g'rilik-ku. Tamam. Men shu mebellar bilan, barcha mebellar bilan xudo xolasa beriladi. Shu yerda telefon nomerlarini qoldiramiz. Bellari, pollar ham 3.2 duayni etib, 3 etib, panellar bilan qoplangan. Patologlar ham o'tgan, yana sochiklar ham bor, hamma elektromontajlar ham tayyor, yine. Bemalol bular o'zlari ochgan ekan, bu yerda oyda savdodan bo'lib turgan ekan. Biroz vaqt bo'lmagandan keyin to'xtatgan bular. Agar kimlardir kerak bo'lsa, xudo xolasa bemalol aloqa chiqasizlar. Jihozlari bilan xudo xolasa hamma narsalar bilan beriladi. Shuni ne ko'rib turibsiz. Do'konimiz xudo xolasa aytib o'tdim. 3/6 deb o'tdik, 18 metr kvadrat. Yine bemalol arkalardan yana gösterib o'tamiz. Sochiklar ham bor, hamma o'zi tayyor buni. Xudo xolasa bemalol yine to'qlara kelib turibdi. Xohlasangiz bu yerda buni do'kon etsangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz da bemalol olib ketsangiz ham bo'ladi buni. Ko'tarib suyum bular endi ko'chmas do'kon deb aytilgan, ha, bular. Ko'chmas do'kon, ha. Shu yerda parkonda ishlataveradi. Ha, ko'chmas do'kon. Ha. Mana bir de onlar tusalar ham yine mesela yerden bir sarma bir kiprite taşıp yine ahalının içi bu. Ha, yine. Bu adam. Xohlasangiz da bu do'kon olaman buni. Posta var eteme, ne etsangiz ham. Xohlasangiz da produkt etsangiz ham bo'ladi, yine. Bir de ahali ko'p, he? Ahali sharoiti yaxshi ber, lekin buları prosta vaqti bo'lmagan sebepten satyatır bunu. O üsvet etmeyin durupmiz dediler. Bir de yine ahali ko'p, hamma biladi bir qaysi mahallede o işide yaşayan adamlar olsa biladi bir de ko'p adam bu adam ko'p yaşaydı bir de. Aslında Katejlikler ham bu yatıra, he? Xudo xolasa ana. Katejlikler nerede joylar sallıp yattı bir de. Xudo xolasa ayızla. Srochni satıladi, srochni. Telefon nomerlerini kaldıramiz şöyle. Kana bunun necha so'm deysiz, xudo xolasa narxini necha so'm beramiz bunu endi. Geliştirib ayting, xudo xolasa tez satılacak bo'lsa, shu geliştirib aytsangiz tez satıladi bu xudo xolasa. 30 milyon so'm bo'lsa beramiz bunu. 30 milyon, he? Gelişeden joy bo'lmadi. Gelişeden joyi Telepurasizlar, xudo xolasa telefonlarni qoldiramiz shu yerda. Xudo xolasa shu yerda ekrandan qoldirib o'tamiz. Bemalol aloqaga chiqasizlar. Geliştirib beradilar, xudo xolasa geliştirgan yer ham bor, srochni satilajak. Zakoni tayyor do'kon yine. Xohlasangiz ishni ochib ishlating, xohlasangiz da bemalol olib ketib, xohlagan koyup ishlataveradi, stenkalar tayyor. Hamma ish tayyor. Xohlasangiz da bemalol kelib ekitsangiz ham bo'laveradi. Yine. Xohlasangiz da salon atasizlar, misol singillarimiz, opa singillarimiz kerak bo'lsa, bir de salon atsangiz ham bo'laveradi. Bemalol shu bir katta joy, bir odam ko'p deydi. Xudo xolasa hamma zo'r joy ochmoq bo'ladi bu yerda. Dim zakonni bu yerda. Bemalol xohlasangiz produkt mağaza etsangiz ham bo'ladi. Esa shu yerda telefon nomerlarini qoldiramiz. Shu videomizni birdan like bosasizlar, ma'lumotlardan kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirasizlar. Xudo xolasa shu yurtimiz xizmatida charchamasdan xudo xolasa xizmat qilishi biza o'zimizga kuch quvvat so'rab qolamiz Allohdan. Barchangizga salomatlik tilaymiz azizlar. Sog'lik, salomat bo'linglar.